İnsonni kim tanıydi? Keling yaqinroq tanishamiz. Bu inson Jay Powell. Jay Powell kim? Jay Powell 1953-yilning 4-fevralda Washingtonda tug'ilgan. U 2012-yilda Prezident Barack Obama tomonidan Federal Reserve boshqaruvchilar kengashiga, 2018-yilda esa Prezident Donald Trump tomonidan federal zaxiraga rahbarlik qilishga nomzod qilib ko'rsatilgan. Ikkala nomzod ham AQSh Senati tomonidan tasdiqlangan. U prezidentlik davrida Donald Trump tomonidan ham tanqid qilingan, ham maqtovga sazovor bo'lgan. 2021-yilning 21-noyabrda u AQSh prezidenti Bayden tomonidan Fed raisi lavozimiga ikkinchi muddatga nomzod qilib ko'rsatilgan. Jay Powell hozirda 71 yoshda bo'lishiga qaramay, u hozir ham o'z ishining ustasidir. U har non-farmdan keyin o'z oyligini oladi. U Markaziy bank tizimini boshqaradi. Markaziy bank tizimi inglizcha Federal Reserve yoki Fed nomi bilan tanilgan. Bu bank 1913-yilning 23-dekabrda tashkil etilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining markaziy banki. Vaqt o'tishi bilan federal zaxira tizimining roli va mas'uliyati kengayib, uning tuzilmasida o'zgarishlar yuz berdi. Bosh qarorgoh Washingtonda joylashgan bank o'ymakorlik va matbuot byurosi tomonidan chop etilgan Amerika dollarini tarqatish huquqini o'zida saqlab qoladi. Again, I implore you to remember. Fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. Drinking dope, turn me to a superhero. Hit that pill.